Bemorda 14 yillik bepushtlik. Qirg'izistondan bemorimiz kelgan. Yaqinda sentyabrda borgan edik Qirg'izistonga. O'shanda bemorni ko'rganmiz, operatsiya qilish kerakligini aytganmiz. Azospermiya urug' foizi 0 bo'lgan bemor kelgan. Bemorda 14 yillik bepushtlik. O'zini aytishi bo'yicha 11-sinfligingizda aytishganmidi, bola ko'ra olmaysan deb. Ha? Kim aytgan edi 11-sinfligingizda? Xirurglar. 14 yil bo'ldi, ha? Shu vaqt ichida nima lecheniyalar qildingsan ko'zingizni olashda ichida? Ko'pchilikga ko'rindim, ko'p lecheniyalarni qildim-da. Aha. Foyda bermadi, ha? Foyda bermadi. Meni oldimga kelganingizda men necha protsent dedim urug' chiqish ehtimolidan aka? 20% dedingiz. 20%? Xursandmisiz endi? Ko'rdingizmi o'z urug'laringizni? Xursandman, ko'rdim o'zim ko'zim bilan. Hali ham davolanib yurganlarga nima deysiz aka? Umid qilg'iladi. Iloji bor ekan. Iloji bor ekan, umid